Ben yana şu iki kişininki görüşken ahırkı gipini yana dey unutup kalmayın. Qaysi ikki kishini? Aşım yakında ben görüşken dedim ya. Yeveten diye yana çıkan. Amda aşu dedik ya bulup mu şu Xitay virusunu bahane qilib mı Xitaymiz. İctimai fikir vasıtada şu vaqtlarda kögen tuqqal kan ketken zamanı selib etken lager süpürdeki öyle Uygurlar solaş üçün. Yani o hesapsız bütün Şarkı Türkistan'da onda yadım 5 yıl selib etken dedi. Nurgulları quruq qaldı. Muşu mesleği dep qo'yadi demdi. Aşının muş chet eldikilarning qilgan şu guvalıq, muş to'xtamay mediada uni kun tartib keltirgan ekan nurg'un davlatlar Xitoyga besim qilib. Yani hazır helam devam qilayotgan bo'lsa, nurg'unlarga odam akramay shu nurg'unlarni buzib etdi. Ashla mush chet eldiki sizlarninki mush to'xtamay kuch chiqarganligini Xitoyga besim shakllantirganligini uchun. Shu mamiyada yana nurg'un mush bugun yangi chiqayotgan bu ekrandan hozir bundan foydalanib mush anlayotimiz hozir. Shu lager nimesde Xitoydan ishning kunni ko'rgan nurg'un ishlarga shohid bo'lgan yangi chiqayotganlarimiz bor hamda. Bularni to'xtavsiz bundan keyin media orqali Xitoyga besim shakllantirish uchun ashlarning guvohligimi intayin muhim. Bu ekranda men barliq shu yangi chiqqan ashundaq yangi ma'lumotlarni bizga beradigan, uchurlarni beradiganlar Xitoyning hozir vatanimizda shu ko'zbo'yamchilik qilayotgan bu siyosatiga qarshi aniq mana falan vaqtida chiqdim mana mushlarni qilding deb yangidan bir to'lqin Xitoyga besim shakllantirish to'lqini hech bir zaman ojizlashib qolmaslik kerak. Shunda bo'lganda Xitoyning ishni ichib etishi biz ichib etishini biz unumli foydalangan bo'la olamiz. Bo'lmasa Xitoy ishni ichib yanada bizni bostirish uchun qo'llangan bo'lib qoldi. Demakchi uchur bak muhim. Bugungi kunda texmi muhim. Shuningga ishni ichib etilganligi amaliyotda uchurlarning ichib etilganligidan derak berdi. Berib kelganlarning ko'payishi bilan Xitoyning propagandaga ishiltish, ya'ni ta'tir tashviqotga ishiltish ehtimolligi yuqori bo'lsa-mu, ashning ichida haqiqiy dalillar Xitoyning bir ikki dalil Xitoyning yuzlarcha yog'inni yag urdi, yo'q qildi. Shu buning ishonishimiz kerak. Bo'pmi bugungi kunda texmi muhim chunki Xitoy yaqindala texnachi kun avval Millatlar Ittifoqligi qonunni e'lon qildi. To'rlardan ko'rishimizcha Uyg'urlarni yana qaytadan sotlash, ta'qiblash, ularning ilgirki qilmishlarini aniqlash harakatini 30 yil qadar orqaga surib, yana qaytadan tutqun to'lqinni boshlab o'tibdi. Mushtaq vaqtida texi xalqimiz texmi bizni uchurlarga ko'maytish kerak-ku asli medialarni. Mayli siz ismingiz bilan berang, bermang, bizga uchur muhim. Nima bo'lyapti o'zadi? Hozirgacha ma'lum emas-ku yanalar. Shu. Lagerlardagi turmalardagi qo'yib berilmagan insonlarga nima bo'ldi? Bu texi aniq emas. Yana ular beshidan nima azoblarni o'tkazdi, qanday xo'rliqlarga uchirdi. Bu vaqtda davomli biz xalqaroliq medialarni xabarlantirib turishimiz kerak va ularning nazarini, apparatini bizning Uyg'ur eliga, Uyg'ur xalqiga qaratish uchun harakat qilishimiz kerak. Buning uchun hammamiz qo'zg'almasak, buni bir ishga odam bilan qilib bo'lmaydi. Shu, to'g'ri deysiz.